O'rtoq, siqilavermagan. Siqilma deysanmi? Ha, problema saniki emasda o'rtoq. Saniki bo'lganda tushunarding. Ha, bu proyektga bor budimni tikkan bo'lsam, kamiga oilam ham tushunmaydi. Qayerdan pul topib, qanaqa qilib davom ettirishni bilmayapman bor-ku. Shu ishing o'xshashiga ko'zing yetyaptimi? Aniq ko'zim yetadi, o'zim proyektim-ku. Faqat pul kerak, pul. Men seni tushundim og'ayni. 2 soat shu yerda bo'lib turgan, faqat ketib qolmagan. Onasi? Betami deng. Anu yig'ayotgan pullarimizni olib berib yuborgin. Tinchlikmi adasi? Shokir o'rtog'imni hozir ishlari ozgina o'xshamayotgan ekan. Pul kerak ekan. Shunga yordam qilaveramizmi dedim xotin. Uyga kengaytirmoqchi edik. Oyjonni umraga jo'natmoqchi edik. To'xtang. Berdingiz ham deylu. O'rtog'ingiz pulni qaytaradimi yo'qmi hali? U meni qadrdon o'rtog'im. Nima qilishni o'zim yaxshi bilaman. Olib ber pulni. Keldingmi og'ayni? 2 soat kelaman deb usiz bog'lab ketding. Kutib o'tiribman seni. Og'ayni, mana pullar, ishing davom ettir. Og'ayni, bu puldan qayerdan olding? O'rtoq, yaxshi niyat bilan uyni kengaytiraman, o'g'limni uylantiraman deb yig'ayotgan pulim edi. Sani ishing bitsin og'ayni. Mani shu holatga tushirib qo'yding-ku. Ha, ertaga o'g'ling uylanaman deb qolsa, ha, proyektga tiqib yuborsam, ertaga qayerdan chiqarib beraman senga buni? Ey o'rtoqjon, ne unaqa deysan? O'g'lim hali o'qishni bitirib, bitta ish tayin boshini ushlaguncha ancha vaqt bor. Sen ungacha ishingni bitirib olasan. Ishlaring yaxshi bo'lib ketsa, shu uylardan o'zing olib berarsan, o'g'illardan. Og'ayni, uy deysanmi? Uy sendan aylansin. Ishimni yo'lga qo'yib olsam, o'zim olib beraman o'sha uyni. O'tirgan. Nimani yozsa, Shokir tushunmadim. Ha, bu yozib chiziq qilib qo'yaylik, issiqjonmiz. O'tirgan. Og'ayni, qo'ygin shu narsani, ishonmaymanmi men senga? Odamni xijolat qilib. Nima deganing o'rtoq? Axir bu omonatga ertaga kim nima bo'ladi hech kim bilmaydi. Yozib qo'yavering, hech nima ketmaydi. Alo. Ha, og'ayni, salomatmisan? Ha, og'ayni yaxshimisan? Yo'q bo'lib ketding-ey, ishlarimiz nima bo'lyapti? Ha, sekin asta bo'lyapti. Og'ayni, Amerika elchixonasining oldida Yunusobod rezident turar joy majmuasi bor ekan. Vaqting bo'lsa bir o'tib kelsa bo'lardi-da. Mayli, o'tib kela qolamiz. Yo'qmasa men senga lokatsiyasini tashlab qo'yaman. Xo'p, xo'p. Og'ayni, shaharda ko'rkka ko'r qo'shib, ob-havoni zo'r joy lokatsiyani tanlab qurishganini qara uyda. O'rtoq, lokatsiyasiga ham, qurilishiga ham gap yo'q, lekin parallel simdoshimiz G'ulom bo'lardi-yu. Xo'sh, ha. O'sha ham bitta quruvchiga pul tikkan ekan, podkat qilaman.